Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Marg'ilondan optim siloslarimiz chiqaryapmiz. Narxi 17,5 mingdan ekan. Holati juda ham chiroyli ekan. Silosni hozir yonidan bir syomka qilib beramiz borib. Bu mashinalar ham ochilib turibdi. Yo bismillah. Bu qayerga ketyapti bu mashina? Qashqadaryomi? Ha. Qashqadaryo. Mana bir ko'rsatib qo'yaylik mana donlar. Donlar juda ham chiroyli. Yo bismillah. Silos holati juda yaxshi ekan doni. Blogerlar hamon olar. Dollarda rasa chiqarib yurdi. Doni juda ham zo'r ekan. Qani aşağılardan bir olib qo'yaylik-chi. Mana realni holat akalar. Endi doni ham sap sariq ekanda bu. Menga qanaqa ko'ryapti bilmayman. Oti ham ko'p doni. Mana. Mana bir siqimon yo'q. Kulib nerede qilishdi? Kenga borishib oldi. Sağ ol. Tomondan bir syomka qilib beraylik. Seni gapiryapti. Hop tezroq qo'yapti, orqasidan qopdi. Juda ham ko'p doni. Doni ham katta dona ekan. Kelaverasizlar, manzil Farg'ona viloyati Marg'ilonda. Silos ko'p, 2000 tonna deyapman. Silos ko'p hali, tagi ko'p. Shu bir oycha shunaqa bir xil silos chiqadi, xudo xolasa.